Yeni kimlerden qadrdonlari mo'rsayga amroqda o'simlik tuqqanlarim dada mo'rsayga amroqlik qilsa o'zimcha buni iziga tattiq pishirib bersam sho'rpisiga nachilab isingizmi yasab qudada deb tikkanman. Am bu kunlarda o'zim shunaq amroq o'kib bormay demaysizlar. Adi yammama oson buni qilish uchun men bugun bir yanday go'shtdan qag'ashli bir yana tayyorlab qo'ydim-chi. Am o'simlik tuqqanlarim buni qaynoq qildim. Men qiziqsangizlar oxirgacha ko'rib o'rganib olingizlar-chi. Oldi bilan kali go'shtini nefis to'rab tayyorlab olamiz. Qaymoqdish muzlaqaga go'sht olsa bekratlik ham nefis to'rg'il bo'ldi hamda lekin Mangillik jiyishingizlar yuqori olsa ilashmaydigan to'kir pichoqlama. Andi buni pakiz yeb siqib avab tamlandiramiz degan gap. Eng avval makal go'shtniki teg'imi churuk, teg'imi yeshlik bo'lish uchun limonni siqib suyini chiqarib olamiz, tuqqanlarimiz. Eki tuz, kava uchun uni tamdartatim sudi bir qo'shib qo'yib, cho'ng ustamniki qo'noq kiraqmaldimi bir qo'shib qilib amda aralashtirib olamiz. Eki buni 20 minutlar atrofida tamlantirib qo'ysak bo'ldi, tuqqanlar. Bu alliqda men jig'imni tayyor qilib oldim. Men kunjutni hozir qo'rib tayyorlagan narsamjimi? Eki ranglazi unidimi bir qo'shib qilib va qiziqmay bilan chutisizlar. Bo'lmasa samsoq amda pishmaydi uchun. Andiki yana cho'ng ustamniki 0 kaloriyalik maysiz samsoq lozimish qiyamli bir qo'shib qo'ysangizlar ta'mini ajoyib keltirdim. Men o'zgacha bir xil chuchmal ta'mi bor. Am bularni amda aralashtirib, eki azaraq tuz, kichik tosh karsa qo'ysizlar. Andi ochiq suvga qo'yib yaxshi aralashtirib olamiz. Degan bilan chapar juma mana qilama qiyamlarni qilib, ma go'shtlarni qozonga tushiraverib, am kali go'shtni pishiray deydi men. Qalla qozonga 2 qo'shiqcha may tetig'idek tutsa qo'ysangizlar, ma kali go'shtni ta'mlik pishidi. Eki go'shtni 3 minutlar atrofida qaynatishlar tuqqanlar jiq pishirib o'tishingizni hojati yo'q. Bo'ldiraraqla asingizlar nefis yumshoq pishib chiqadi. Buni so'g'aq suvda bir o'tkirib olgandek eki qiyamimiz bilan shovsonni qo'yib yaxshi aralashtiradigan bo'lsak, ohoy, muzlikligi ishtaha yuzga chiqadigan bo'ldi. Birliya qaldingizlarmi davomini izlaydigan bir sey bo'ldi. Juma senlik tuqqanlar. Endi sizlar cho'qqi bir o'yda qilsab yiqingizlar tuqqanlarim. Juma hammangizlar omon bo'lingizlar, xayr.